Assalomu alaykum hammaga, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Boshlangan haftamiz hammaga omadli, barakotli kelsin. Xo'p, bugun 13-iyul haftalik analiz qilib chiqmoqchiman sizlar bilan va buni birinchi navbatda DXY parasi bilan boshlamoqchiman. Xo'p, DXYda umumiy qarashim qanaqa? DXYda buy side liquidity yechilish tarafdoriman. Men bu buy side liquidityga boradi deb o'ylayapman. Lekin agar buy side liquidityga bormasdan mana bu OT zonamizdan qaytadigan bo'lsa, mana bu OT zonamiz, mana bu kunlik sell sidegacha ishlab olsak bo'ladi. Bundan sell, paralardan buy. Bu birinchi anaqam, ya'ni birinchi kutayotgan harakatim, ya'ni OT zonadan DXYdan pastga qarab otkat beradigan bo'lsa, DXY sell ketadigan bo'lsa, paralarda buy yokida bu zonani hurmat qilmay tepaga ketadigan bo'lsa, men bu kunlik buy side liquidity zonasini yechilishini kutaman va buy side liquidity yechilgandan keyin buni pastgacha sell, ya'ni paralarda buy bo'ladi. Bu ya'ni sell ideyam uchun ikkita o'zimni kutayotgan variantlarim, ikkita bo'lishi mumkin bo'lgan kutayotgan variantlar sifatida qarayapman. Xo'p, agar DXY buy emas, sell ishlamoqchi bo'lsa-chi, ya'ni xo'p, bu ideyamiz o'xshamadi, mana bu yoqqa tepaga chiqmasdan pastga qarab tushib ketib qolsa nima qilamiz? Pastga qarab tushib ketib qoladigan bo'lsa, man birinchi navbatda xuddi shunaqa holatda, ya'ni shu joydan tepaga OT zonaga chiqmasdan shu joydan bugun tushib ketadigan bo'lsa, birinchi mana bu sell side liquidity zonasidan yana bir marta tepaga chiqishiga, buyga harakat qilishiga olib ko'raman. Agar bu yerda ham stop bo'ladigan, bu yerda stop bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi harakatim mana bu FVGga tushgandan keyin bo'ladi. Bu FVGimiz adashmasam kunlik FVG va bu 100.000 nuqtasidan qaytishni kutyapman. Ya'ni shunda bizlarda bo'layapti sell uchun, DXYda sell uchun ikkita variant. Birinchisi OT zona, ikkinchisi buy side zonasidan keyin. Xo'p, DXYda buy uchun birinchisi mana bu sell side yechgandan keyin, ikkinchisi esa mana bu kunlik FVG. Bu zonamiz OT zonamizga ham to'g'ri kelyapti. Endi shu holatda paralar o'zida qanaqa ishlasa bo'ladi? Xo'p, birinchi harakatimiz, mana bu harakat, bu yerda ham sell side deb olamiz, ham kunlik FVG deb olinadigan bo'lsa, men pastroqqa tushishini kutyapman va pastroqqa tushgandan keyingina paralardan xuddi shunaqa holatda DXY boya aytib o'tib ketdim. DXY bilan SMT bo'lishi, yevro bilan SMT bo'lishi kerak. Mana bu holatda buy ishlasa bo'ladi. Mana bu buy side liquidity zonasigacha. Bu degani buy side liquidity zonasigacha ishlanishi degani mana bu DXYda sell side liquidity zonasigacha tushishgacha degan gap bilan bir xil bo'lib qoladi. Xo'p, agar GBP/USDda asosiy buy ideyam mana shu joy. Agar tushib ketadigan bo'lsa, dakansa, keyingi ideyani mana bu joydan qaramoqchiman. Bu GBP/USD uchun, ya'ni buy ideyam birinchisi mana bu joyda, ikkinchisi pastroqda, sell side liquidity zonasidan keyin. Buni e'tibor berishlarini xohlardim. Haftalik tahlil, shu sababli ham men shoshmagan bo'lardim сделкалар qilishga. Xo'p, sell uchun qayerlar qulay deyiladigan bo'lsa, sellga birinchi tasdiq mana bu sell side liquidity zonasidan keyin, mana bu zonadan keyin 33.400 zonalar, 34.650 zonalari yaxshiroq turibdi. Bir marta mana shu joydan olish kerak deb o'ylayman. 34.600, 650 zonalaridan bir marta sellga harakat qilib ko'rish kerak. Agar mabodo bu zonamiz ishlamay ketib qolsa, 35.200 zonalari o'ylashimcha sellga qaytarish kerak keyingi
yo'nalishda keyingi kirishimizda xuddi shunaqa, ya'ni har doim buyga ham sellga ham limit qo'yib qo'yaman. Bu joylarga limit borsa oldi, olsa oldi, olmasa просто kutib turish sizni hech nimadan qoldirmaydi. Hop, Euro USD paramiz birinchi mana sell side liquidity zonalarni olsa kerak. Shu bilan birgalikda GBP USD bilan SMT bo'lishi kerak degan analizda o'tiribman hozirgi vaqtda. Mana sell side liquidity zonamiz judayam ideal zona turibdi. Man sell side liquidity zonani olishni tarafdoriman. Chunki sell side liquidity zonasi olingandan keyin man buyga 100% kiraman. Sababi GBP bilan SMT bo'ladi. Bu joyimiz OT zonasiga, FG zonalariga to'g'ri keladi. Va aynan man shu pozitsiyani, mana shu ssenariyni kutib turibman Euro USDdan buy ideyasi bo'yicha. Ya'ni bu 33.241 bo'lsa, где-то 13.241, 12.900 zonalari ideal buy zonalari deb hisoblayman. Endi 13.100 man sell side yechilgandan keyin endi u tasdiqqa qarab ko'ramiz. Bunda faqat bitta imkoniyat bermoqchiman, ya'ni faqat mana bu sell side yechilgandan keyingina buy qarab ko'rmoqchiman, ungacha yo'q. GBP/USD ikki xil variant bor edi. Xo'p, agar sell uchun bo'lsa, shu joydan tepaga chiqib, mana bu daily FVG zonalarimizga tushib, keyin sell ishlasak bo'ladi. Ungacha Euro USDda ikki xil ikkita variantim yo'q. Euro USDda faqatgina bitta sell side'dan keyin yoki mana bu daily FVG zonasidan keyingina ishlamoqchiman. GBP USDda ko'rdinglar, ikki xil variantimiz bor. Sonlari bemalol ko'rinib turibdi. Bemalol o'zinglar o'shanga qarab ishlab olsanglar bo'ladi. Xo'p. Tillani tushishini kutyapman. Tillada где-то 30, adashmasam narxini ham yozib qo'ygandim. 38.051, 38.049 zonalarigacha tushib ketishini kutib turibman. Agar bu zonalardan keyin bu zonalarga tushsa, man uzoq muddatli buy olib ko'rmoqchiman real hisobda. Chunki broker hisoblari bu narsaga ruxsat bermaydi. Bu zonalarga tushishi va keyin katta ehtimol bilan 5.000 gacha chiqishini kutyapman. Faqat bu real hisobda, propda emas. Ya'ni aynan mana shu zonalardan reaksiya berishi. Stop lossni sal kattaroq qo'ymoqchiman, ya'ni 51 dan kiriladigan bo'lsa, где-то man buni tugashigacha 38.000 zonasigacha stop qo'ymoqchiman. Chunki bu aytganimdek uzoq muddatli savdo g'oyasi bo'ladi. Shu sababli ham. Xo'p, Nasdaqda hozir kunlik PPRdan bir marta reaksiya berdi, lekin bu reaksiyaga ishonib man hozirgi vaqtda buy olmoqchi emasman. Nasdaq birinchi mana bu 29.000 zonalariga bu e'tibor beringlar, Capital.com bo'yicha. Capital.com bo'yicha ishlayapman Nasdaqda har doim va 29.000 zonalarigacha tushib ketishi, 29.000 dan keyin tepaga bugun ATM zonasi mana bu joyda hosil bo'lgan. 29.475, 29.500 zonalaridan keyin yana dalshi selga oqib ketishini kutyapman Nasdaqni. Ya'ni birinchi bugun bunaqagacha 29.000 gacha London, New York ikkalasi olib tushib bersa, где-то o'zimizning vaqt bilan 6.5 lardan keyin tepaga reaksiya bersa, 29.500, 29.450 zonalardan, ATM zonalaridan. Umumiy ideyam Nasdaqda sell ideya turibdi. Chunki mana 4 soatlik PPR bir marta baribir reaksiya berishi bor. Reaksiya bergandan keyin bu yerda ham man bu joyga tushlamoqchi emasman. Oldindan aytay, man bu ATM zonasigacha tushlamoqchi emasman. Man bu zonalarga kelib beradigan bo'lsa, man kutayotgan zonaga kelib beriladigan bo'lsa, man 1-2 ishlab, 1-2, 1-3 ishlab chiqib ketaveraman. Endi umumiy harakatni nazarda tutib aytayapman sizlarga xolos. Keyingi harakat bu haftalik tahlil bo'lganligi sababli undan keyingi harakat balkim bugunning o'zi man bu zonaga qaytib, ertaga yana mana bundoq harakat qilib, yana pastga tushib, keyin tepaga chiqib, mana bu zonagacha bu haftada mana bu zona 28.200 zonalarigacha tushishini, 28.200, 28.000 o'zigacha tushishini Nasdaqda
kutyapman. Endi 6 oyim Hayga ketib qolishi mumkin. Men uni inkor qilmayman. Hech kim inkor qilolmaydi. Chunki NASDAQda bilasizlar, o'zi xohlagan ishini qilib qolishi mumkin. Ну, umumiy manda bu hafta uchun NASDAQda sell. No, lekin buy ishlamayman degani emas. Ya'ni buy ishlayman qachonki o'zimni nuqtalarimga keladigan bo'lsa. Mana bu joyda 28.000, 29.000, 29.050 zonalardan buy ishlab qolishim ham mumkin. Yokida men bu sell sayti yechgandan keyin yana ertaga buy ishlashim mumkindir. Imkoniyat bersa mana bu joydan sell ishlashim mumkindir. Umumiy harakatni qayerdan sell olishim mumkin, qayerdan buy olishim mumkin, o'sha joylarni aytib ketyapman xolos. Ya'ni sizlar u joygacha sell, u joygacha buy ishlash bu sizlarni o'zinglarning qo'linglardagi narsa. Xo'p, menimcha hammasi shu edi. Kuninglar, haftanglar barakotli o'tsin. Sizlar bilan Muso FX qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Menda yagona motivatsiya bu sizlarni qo'llab-quvvatlovinglar, ya'ni podдержка qilib tursanglar, har kunlik yo'nalishlar, haftalik yo'nalishlar berib borilaveradi. Hammaga rahmat, charchamanglar. Omad.